tez yuradiganda tortib sekin yuradi. Bu o'g'ri. Notgami? Degangacha vaqt yurmaydiganlar ham bor xohlasanglar. Xohlasanglar uchadigan mototsikl bor, faqat jardan uchadi, osmon uchmaydi. Odam yomon zerikib ketdi. Bora qishloqda hech nima yo'q, g'aroyib narsalar bo'lmayapti. Anada g'aroyib narsa bor ekan, tushunmadim. Mototsiklmi? Da, mototsikl. Oho, ana yerda ham bitta mototsikl. Tushunmadim. Namcha mototsikl? Ikkita mototsiklmi? Kim olib keldi ikkita mototsikl? Oho, qishloqlar boyidimi deyman-da. Stop. U yerda Buni ularni ko'ziga mototsikl qo'ymaydi. Mototsikl 3 ta. Stop. Bu yerda ham 4 ta. Nima bo'lyapti? Butun qishloqda mototsikl bosib ketyapti. Mana yerda nimadir ko'rdim. Ha, u kompyuter ekan. Mana yerda yo'q, mana yerda ham o jitel nima bo'lyapti? Qishloqda hamma yerda mototsikl. Mototsikl aksiyasi bo'lyapti ekan. Arzon narxda mototsikl sotishayotgan ekan. O'shaga hamma bitta bosib oldi. Sen ham bosib ol. Pul topib sen ham bosib olgin. Nimaga? Bo'lmasa mototsikl ko'payib ketdi, ko'chada seni bosib yuborishadi. To'g'ri aytasan. Mayli, rahmat Jo'xa. Mayli, senga ham rahmat ma'lumot berganing uchun. Ana endi nahotki qishloqda mototsikl bosib ketsa, qalisam senikimi? Qalay, qorasidan bosib yubordim. Yaxshi, ehtiyot bo'lib qayda ko'chada kimnidir bosib yuborma yana. Bo'pti. Haydashni bilaman. Bo'pti, bilsang yaxshi-da, agar noto'g'ri haydab qo'ysanglar dabdala. Oho, mana yerda stop. Bu yerda menimcha sotiladigan joy shu yerda bo'lsa kerak. Hozir borib narxlarni bilaychi, janob menga qarayapti. Assalomu alaykum janob, yaxshimisiz, tinchmisiz? Men ko'rmasin, bu yerda aylanib kelayin. Yana aytadi-da, mototsikl sotib olibdi bu ham deb. Keyin yomon ko'rib qol, chunki pul qayerdan oldingiz? Pulim yo'q-ku o'zi. Pul qayerdan olaman? Pulim yo'q. O'sha pul bo'lganda sotib olsam bo'lardi. Assalomu alaykum, brat, qalaysiz? Va alaykum, yaxshimisiz? Zo'r. Qanaqa mashina? Mototsikllar qanchadan bo'lyapti? Mototsiklning ikki xili bor. Orqasidagi maydalari 100 zimroddan, oldagilari 30 zimrod. Nima farqi bor? Farqimi? Ko'ryaptimi farqi? Ko'ryapti-da, endi javnaqangi wow farq emas-da. Unda oddiydan olaver. Yo'q, oddiydan olmayman. Bunaqasidan kerak. 30 zimrod deyapman. Bo'pti, lekin menda pul yo'q-da. Bo'lmasa olma. Endi hamma optida qishloqda hammaga sotdingiz, men qo'yib topaman pulda. Pul topish uchun ishlash kerak. Bo'g'ich, u ezvordingizlar bor. Qishloqda hamma pulim yo'q desam shunaqa deyaveradi, chunki o'zimning gapimda. O'zimning gapimni o'zimga qaytaraveradi. Bo'pti, mayli. Hozir janob pul so'rab ko'ray, lekin rostdan ham men ham mototsikl olmasam bo'lmaydi. Chunki qishloqda hammada bor. Hammada bo'lgandan keyin men ham olmasam keyin ko'chada ular menga maqtanadi-da. Janob mer qarab turibdi. Assalomu alaykum janob mer, yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Yaxshi bo'ling, qalaysan? Zo'r. Shu desiz qishlog'imizda 2-3 ta boyvachchilar paydo bo'libdi mototsikl minadigan. Ko'rdim. O'shalarni yo'q qilish kerak. Qani yo'q qilamiz? Hech qayerga yo'q qilmaysan, tentak mototsiklni yo'q qilish kerak deyman ko'chadan. Demak, garaj qurish kerak hammasiga. Qursa hammasiga aytib chiqishi kerak, garaj qurlaring deb. To'g'ri. Shu desiz, men ham bitta mototsikl bostirib olmoqchi edim. Pulim yo'q-da. Pul topish kerak-da, jo'ra. Pulim yo'q debman. O'sha topish kerak debman men senga. Shu qayerdan topishni bilmayapman. Pul topish uchun bilaman ishlash kerak, janob mer. Asabni buzmang, o'zi hammalaring shunaqa deyapsizlar. Shunaqa. Bo'pti, unda qayerdan topaman pulni, qayerdan ishlayman? Ish yo'q qishloqda. Meni oyligimni ham bermayapsiz. Bo'ldi, oyligingni beraman. Qanchaga mototsikl? $300. $300mi? Bo'ldi, beraman o'sha $300. Faqat bitta ish bor senga. Doimgidek ish bo'lmasa pul yo'q. Aytayapman, ishlash uchun pul topish uchun ishlash kerak demoqchi edim. Shunaqa. Qanaqa ish? Xullas bitta poliz kerak menga. Mana shuncha poliz bor. Meniki emas, ketak hammasi, lekin sizga olib kelib beradi-yu hosillarni. Endi shaxsiy bo'lsa o'zimdan dehqonchilik bilan shug'ullanmoqchiman, zerikkan paytda demoqchiman-da. To'g'ri. U yerda orqasiga qurish kerak, xotiram chiqib ishlaydi. Xotiningiz bolaga qaraydimi, ishlaydimi? Ikkalasini ham qiladi kerak bo'lsa. Mayli, farqi yo'q. Bo'pti, undan hozir borib polizni qurib beraman. Faqat pulni oldindan berasiz. Bo'pti, bor birinchi nima seyfdan. Mayli. O'zi rostdan ham poliz qursa bo'ladimi shu yerdan? Kengroq joy bormi? Bor. Bor deb bor. Bo'ldi, bor bo'lsa quraman. Yo'q, bor deganimda bor deyapman. Tushunmadim. Bor deyapman, bor. Bor ket demoqchimisiz?
Ha shunaqa, boray. Ha bo'pti, boray, men boryapman, mana ketdim. Bor deganda men yerda shunchalik ko'p bor deb tashadi deb o'ylabman. Bu bor deyapti, yo'qol deyapti ekanda janob mer. Va brat, shu 8 yevro olib keldim sizga, qo'ydim shu yoqqa. Tanlov olsam bo'ladimi? Xohlaganingizni ol bratishka, senga shans bor. O'zi shans ham 5 tagina shans qolgan ekan, darmali ko'p shans yo'q ekan. Shu qorasini ola qolay. Ko'mir olsangchi, qorasini olsamchi, yashilni olsangchi, olmasamchi? Qorasini. Mayli. Tak qorasi qanday yurami o'zi? Yuradi, nima yurmasaga haydachi? Hozir. Tak zo'r yurar ekan rostdan ham. Endi buni bir amallab uyimda oldiga borsam, shu bilan keyin haydamayman qaytib. Janob merda polizini qurib berishim kerak. Endi qarz bo'lib qoldim-da janob merda. Pulni oldim, endi ishni ham qilib berish kerak. Yo'ldan qoch qishloqlar bosib ketaman, keyin o'tirasanlar bosilib. Dabdala qildim. Yana dabdala qilishimga sabab qoldi. Yana dabdala qildim. Ay, bu mototsiklmi nima, akvaparkmi nima, uchib yuraveradi, qayoqda buzib qo'ydim. Buzgan joyim to'g'rilab borayin-da. Yo'q, buzmadim hech qayoqda. Mana bu yer buzilibdi mana. Bitta daraxtni ham so'rib qo'yibdi. Kechirasiz janob, bilmasdan shu tasodifan yuz berib qoldi-da. Tasodifingni chiqaraman men seni, sozladingmi? Ha, sozlab qo'ydim. Bo'pti, so'raydi. Aha, mayli. Xayriyat, qutulib oldim. Agar buni demaganda bormi, g'aroyib ishlar bo'lib ketadi. O'zini sirg'alib ketyaptim, bilmayman. Qanday minardim, mana bunaqa miniladi. Asli haydamasam bu vaqti harakat mototsikl ekan, bir yurishi g'alati ekan. Bo'ldi, shu ko'chaga qo'yib qo'yay, lekin janob aytdiki, hammaga garachiga qo'ysin deb. Hamma qo'ymagan, hali hamma qo'ygandan keyin men ham qo'yib yuboraman. Hozir uyimdan kirib narsalarimni olib poliz qurish uchun to'xtam beramayli. Piyoda qilsam ko'chaga janob merda mashinaga qo'ysang, uni atrofini zabor so'ra. Tegma, kim menga? Keluvchi vaqtdan bo'lib qopti. Hayır canım.